Wow. Wow. To'g'risi Wow! Hasib qayerda turadi dedim. Mana mayda turaymi. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli yaxshi insonlar, hurmatli obunachilar, sog' salomatmisizlar? Hurmatli obuna aylanadi qo'yib, boshlab turing. Hurmatli obunachilar, biz hozir Qashqadaryoni G'uzoridan o'tib Dehqonobodga ketyapmiz. Hurmatli obunachilar, bu tog'larni qarang. Botirjon ko'rsating. Bir ham go'zal joylar ekan, buni ko'rsatmaslik iloji yo'q. Oldimizda Sardor abi, bundan oldidan Anvar abi. Yo'llar remont abi ekan, sekinlashamiz. Xudo xolasa, mana shu yo'lni zo'r qilib qo'yibdi. Nari ichkarida yo'llar, hurmatli obunachilar, juda ham achinarli holatda. Juda ham go'zal. Buni ko'rsatmaslik iloji yo'q-da. Mana hali ko'rsating-da. Qarang, biz hozir aşağı qarab chiqib ketamiz, xudo xolasa. Hozir mana Sardorbekga yetishga harakat qilamiz. Sardorbek lo'tchida, lo'tchi tez yuradi, lekin yetishga harakat qilamiz. Mana oldida ketyapti. 891 Sardorboy. Dilmurodjon bilan birga. Qarang, obunachilar. Go'zal-da, tabiatni qaranglar mana. Endi ja ko'k o'tlar bo'lmasa ham Anvarjon ketdi. Xudo xolasa hozir bir joyga kelib tandir yeymiz. Xudo xolasa tandir go'sht. Barib o'zimiz vodiyda yeganmiz, bu yerda maqtashyapti. Hozir to'xtayapmiz mana. Xudo xolasa obed qilamiz. Nargizaxon to'xtamay bir kunda 6 tadan video ochyapti. Hurmatli obunachilar, biz nima deb yozib qo'ydik? Yetishki kamarmi? Yo'q. Pachkamar degan joyga keldik. Pachkamar ekan, uni toshlarni yozishdi. Mana mashinalarni qo'ygan mana qanaqa joylarni qilib qo'yishdi. Qarang. Mana Sardorlar. Tip. Mana naveschalarni qilib qo'yibdi-da. O'zida qaytadi tesa. Aka assalomu alaykum. Bo'ladimi? Yaxshi. Yo'q, bo'ladimi? Biz qayda turibmiz hozir? Siz G'uzor Pachkamar choyxonasidasiz. Nomini bitta qaytarib oling. G'uzor Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Pachkamar choyxonasidasiz. Ovqatlar nomini aytaymi? Bu yerda nima ovqatlar bor? Suyuq ovqatlar birinchiga qaynatma sho'rva, lag'man, mastava, pilmin, suyuq ovqat. Ikkinchi ovqatimiz grechka gulyash, 5-8 qozon kabob, qovurma go'sht, tandir go'sht, shashlik, qovurma, lag'man, manchuriy ovqatlarimiz va boshqa xil qizilcha har xil ovqat qilib beramiz. Nech xil ovqat bor bu yerda? Bu yerda 15 Muziga o'tirib tursin. Ha, bo'ldi. Unifta va men agar mana shu videoni ko'rgingiz kelsa maqsad sariga kirasiz. Tandir qayerda? Tandirdan go'sht. Har kechga qo'yiladi. Maqsad sariga chiqibmi? Siz ham go'sht maqsad sariga nima edi? Internetmi nima? Ikkana. bu aynan Pachkamar oshxonasida mana shu zakatovka xonalari ekan. Aynan bu tandir go'shtiga ishlatiladigan tuz, ziravorlar. Aka, bu ziravorlar o'zimizning обычный ziravorlarmi yo boshqacha bo'ladimi? Bu tog'dagi kashlik, har xilda bulyonlar bilan qo'shiladi bunga. Mana bitlab ko'rishingiz mumkin, bilmi, bemalol. Bu tog'ning
1 kilo zira 280 ming so'm turar ekan. Mana ko'rsatingchi. mana pripravani qo'shiladi shuni ichiga mayda. Ezilib qo'shiladi. Bu qo'ymi, molmi? Mana bu xas bular. Xasib. Mana bunday xasib tashlanadi. Mana bu go'shtdan 1,5 ta mol. Mana. Ha, qo'ymi bu? Qo'zicha. 1,5 ta qo'zicha. Va 2-3 ta alqif. Voy, mana bu qayda? Marinovkada necha soat turadi? Endi qancha ko'p tursa aka shuncha yaxshi. Shirali bo'ladi. Shu ne qancha turdi? Endi hozir bu ertalab deganmiz. Endi kecha deganmiz, buni ertalab o'sgan. Keyin unisidan yana 3 partiya o'sgan, hozir 4-partiyamiz. Bosilish 1,5. Ha, bir kunda necha kilo? Bir kun davomida 6 ta, 8 ta, 10 tagacha qo'yib. Haqiqatni gapirgan ekan Ozoxon. Qashqadaryoliklar desertga ham go'sht yeydi. Biz ishonmas edim. Bir kunda 7 ta, 8 ta qo'y. Qo'y, yo qo'y tugab ketmayaptimi Qashqadaryoda? Chorva ko'paygan sizlar. Bular chorva Qashqadaryoga ko'p. Mana endi qiziqgan insonlarga qisqacha bo'lsa-da mana Marinovkani tushuntirdilar. Endi hozir tashqariga chiqamizda, hozir sizlarga aynan mana shu tandirda tayyor bo'lgan tandir go'shtini pishgan holatini ham sizlarga ko'rsatamiz. Bo'lmasa ketdik, kuzatishda davom eting. Boshqa xasplari bor-ku, uni ham tandirga qo'yasizmi? Ha, tandirga hozir ochamiz ko'rasiz, sitkamiz ustiga qo'yilgan, kayqo'lib. Tagiga o't yaqiladimi uni? Ha? Tagiga o't yaqiladi. Yo gazmi? Qiy. O'zini, qo'y o'zini qiy bo'ladi. Ha, go'ngida haligi, ha? Ha, elab olamizda, katta-katta. Ko'mirda ham qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, ko'mirga bo'lmaydi. Ko'mir gazlanish modda-ku o'zi. Ha. U hid urib odam mazasini qochib tashlaydi. Hozir bu tog'orada bitta qo'ymi? Bu hozir 1,5 ta qo'y. 2 ta, 3 ta molda 2 bo'lganmanda, 2. Qo'zi deyapsizmi? Qo'zi. Katta qo'y emas, qo'zi. Yo'q, qo'y emas, qo'zi. Qo'zi bo'ladi. Bu qo'zi zo'r chiqadi, shirni chiqadi. Barra bo'ladi-da. Zo'r. Ular bo'lgan aka. Endi Beka aka, yana bir minut. Bu asosiy bu mijozlar nima yegani keladi? Shu tandirmi? Endi ko'pincha bizga shu jiz, tandir, manchuri degan ovqatlarimiz bor. O'shalar yeyishgani keladi. Endi jiz qozonda pishadi. Ha, jiz to'g'rimi? qozonda pishadi. Qozon kabob sherigida, ha? Ha, qozon kabob sherigida qovurilgan go'sht deydi. Sardorbek, sizga qozon kabob yaxshimi, jizmi, tandirmi, o'chaqmi? Tandir go'sht yoqadi. Endi hamma viloyatda o'zini nimasi, rifati boshqacha bo'ladi. Keyin buni sovuq yeydiganmi aka? Yo, issiq ham yeydimi? Issiq yesa shirin bo'ladi, bir xil o'zi sovutilgan shirin bo'ladi. Yo, yaxna deb qo'yishadi-ku, sovutilganimi? Yaxna boshqa narsa. Boshqa narsami? Boshqa narsa. U qozonda qaynatiladi. Dimlanadi. Men o'ylabman, yaxna desa, hali kirganda bittasi yaxna deb kelgan so'ng, shu go'shtni sovutib qo'ygani yaxna bo'lsa kerak deb. U qozonga dimlab, bostirib soladi. Chetda bormi shu yaxnadan? Yo'q, yaxna bu yerga chiyalga yaxna. Shu uchun aytay, chiyal yaxnasi. Mana choyxonami, oshxonami? Choyxona. Choyxona, pastki kamar ekan. Men birinchi endi echki kamar deb o'qibman, to'g'risi. Yurilamosan, aka, hayding, yuring. Hozir aka. Aka, mana nima deyiladi sizlarda, sousmi? Ha? Nima qo'shiladi shunga? Pomidor, bolgar, achchiq, tuz, murch. Zo'r ekanda, maza qildi, yeb, bashincha aytyapman. Shu hammasini qo'shib turib, men sorobkadan chiqarsiz bo'ldi. Yo, qo'shasizmi yana suv bir bo'lib? Charchamanglar. Mana hurmatli obunachilar, Marinovkasini ko'rdik. 5 kishi yarim soat kutaygan-da. 5 minut xohlagan issiq tandir bo'lsa bo'ldi. Mana Dilbar aka o'zi ham pishib qoldi. Tandir ilovan ko'p ekan. Ha. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, salomatlaring yaxshimi? Charchamasdan. Bu darajada ko'p go'sht yeyiladi deb eshitganman.
O'zim bilan ko'rmaganman. Haqiqatda ko'rmisham. O'zimiz ham 3 kiloni yeb qo'ydik. O'zimiz ham 3 kilo yeb qo'ydikmi? Ya to'qqiz desam. Yo'q. Demak, rasamaza qilibman-da, ha? Bitta tandirga 1,5 ta qo'shib ketibdi. Bir kunda 6 tandirgacha yo'q. Shuncha bo'lsa? Qaysi tandirga qo'ylar kirib ketibdi, nechi? Bulardagi buni men tog'ardim, yoshima qo'yibdi debdi. O'yla, haydi. Mashina haydab kelishgan, qo'ydi. Shunday haydashgan ketdi. Shunday qamashdi. Men qamashdi. Butun o'sha. O't qaytaveradi aka. Shu обычный o'zimizni somsa tandirga o'xshagan tandir. Shu Mana qiylari. Yo'q. Yo'q, mana teshikni mana. Dema qutdagi. Tagidan qo'zg'aladida. Yana bitta narsa, mana archani nimaga qo'yiladi aka, archa? Tandir ustiga qo'yiladi. Yo'q, sab. Tamam. İçine tashlanadi. Qo'y, blogerchi. Chiqib ketsin blogerlar. Yo'q. Bu ham tog' archasi. Nima qilib? Ha, bir narsani yana ma'lumot uchun aytib o'taylik. Asli aynan bu tog' archalari bu yerda turgani bilan bu tandirga solinyapti, bir qator obdon chiroyli qilib yuvilib, ana undan so'ng go'sht ustiga qo'yiladi. Ana shu tandirni yopishdan oldin aynan go'sht ustiga bosilar ekan bu tandir. Ha, simigan ham hozir. Yo'q, qo'ylar mashinada turadi. O'zimni o'tiraman yaxshi. Menga yana qiy dedi, ko'pchilik tushunmaydi. Maktabga qiy. To'g'rimi? Ha. Men o'ylapan, qo'yxonada tepala qavatlar-ku. Biz Andijonda shuna deyiladi. Qiy deyiladi. Tang olib. Ha Bu dalaga yotgandan keyin umon svejit salpa sergigani bu. To'g'rimi? Ha. Qo'ylar. Na qog'ozga o'rab gapirganda bodira. Bodira. MMDS deydimi? MMDSga raso o'xshaydi ekansiz. U yonadi, qanaqa yoqasi? Yo bir narsa chaqasizmi? U o'zini yonyapti. Yonadimi? Yonadi. O'ta qurib ketgan ekan-da. Kechqurun. Mana videolar, xudo xohlasa, Oxunov TV deb yozsangiz, Oxunov vlog chiqadi, Maqsad sari chiqadi, Yaxshilik sari, hamma kanallarda chiqadi, xudo xohlasa. Umidjon Uz aka kanali, mana. Umid aka, gap yo'q. Hamma mushtoq, chunki real ko'zimiz bilan biz hali ko'rmaganmiz, haqiqiy o'z vatanida tandirda ochilishini biz hali ko'rmaganmiz. Hozir sizlar ham guvoh bo'lasizlar, azizlar, aynan mana shu tandirda osilgan qo'yga hamma ish bo'ldi. Baxtli qo'zi ekanda, baxtli qo'zilar. Bu moddaga bir kunda nechta tug'ilgandan ortiqdan qo'y dunana? 7 ta 8 ta bir kunda Bir kunda 7-8 ta qo'y o'siladi. Sizlar ishdan qo'ymanglar, qilavering. Qilavering. Hozir ochadigan paytimiz bo'lib qoldimi? Mana azizlar, mana bunday qilib yuvib olib kelinar ekan, mana tozalab qilib. Mana yuvilgan holatda chiroyli qilib shuni qo'yiladi. O'yladi. Go'sht tandirni bosyapti, isbotga. Go'shtni osgandan keyin archani qo'yarganda ustidan keyin quvoq Archa qilib berib turibdi-da. Tog' archasi. Buni isiriq qilib ham tutatishadi odam. Bilasizmi? Bunga mana Umidjon aka to'g'ri. Mana kommentariyada ham qoldirishlaringiz mumkin. Sizlar juda ham ko'pchilik xonadonlarda ko'rganman. Aynan isiriqqa qo'shib archani ham tutatishadi. Chunki bundan chiqqan hidam aromat bo'ladi. Archa Bu o'zi shifobaxsh. kislorod mash chiqaradi. Shunday. Ama Mana aka. ham bitta Mashinaga soling. hali go'sht ustidan Xo'p, biz ham ishtirok etar ekanmiz. Janoza so'ttiringmi? Nima qilay, go'shtni tutmaymi? yo'q. Ish bo'lsa, adolat qilaveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nima o'zi obzor qilib turasiz endi? Xudo xolasa.
Voy. Sardor kirib chiqadigan joy ekan. Bitta hideli. Wow! Hasib qayerda turadi dedim. Mana mayda turadi. O o'rtadagi nima pomidor? Do'lma. Menimcha yo bexiga yo bexiga qilingan do'lma. Hey! Yes. Ichida nima bor unda? Ichida go'sht. Uni ham qiymami bir narsa bor-da. Ichida hech narsa yo'q. Quyruq solib qo'yman ichiga. Dumba solibdilar. Voy. Bu qara, chiqinglar qo'zilar. Bu qara. O'zi ham kelkillab kesibdi-yu. Ana. Obunachilar. Ishtaqaylarda ochadigan bo'lsangiz so'kmanglar. Mana, azla haqiqiy tandir. Nima deydi? Biz vodiychasiga aytganda tandirda erki yeshatdi ekan, g'uzorda ekan. Bu nima endi? Bismillahirrohmanirrohim. Ha, so'g'ini yo'q endi qaynag'ini yap. Wow. Wow. To'g'risi birinchi marta shu tandirdan uzilgan go'shtni birinchi marta yeyapman. Mana shu narsani men Sardorga ham ilindim. Mana kamera shunday men yaxshilik sariga qarataman. Janim deydi. Bu go'shtni yemasiz, bu dunyoga kelmasiz. Tumajon aka. Hozircha. Ana. Aka? Nima o'zi? Tandirda bo'lgandan keyin yana archa qo'yilar ekanda. O'rtasiga archa qo'yiladi. Sabab? Sabab bu hozir hidi go'shtga urishi uchun-da. Hamki men uzoqqa olib ketsangiz, tarafga qo'shib solamiz, hidlantirmaydi. Necha soatgacha aynamay boradi? Qaychi tarib ketamiz? Erta shu mahalgacha javob. 1 soat. 12 soatga javob. 12 soatgacha. 12 soat yetib boramiz Andijonga. Keling bitta ko'taring. Ya, Ha. Kamerachilar hech uzoqroq o'ylash. Nima degan? Archasi. Archa. Aka buni qachon sotamiz? bu sotilib bo'ldi. 10 yetib kutib o'tirish degan. Yo'q, yana ichcha turamikan deyman-da. Yo'q, batta o'sha biz boya yarim soat bo'lsa ham kutaveramiz dedi, aka keldi, ya 5 soatni berib yuboringlar, samolyot kech qolyapti. Ya ana, bering sonini. Hozir 1 minutga borishadi. Mashina nimadan bo'lgan? Jo'n suvmi yo birinchi qo'shasizmi aka? Oldi qo'ldan berib yuboraylik. Farqi 1 kilo tandir, yarim kilo hasib aytgan. Nima deb boraylik birdan olishadi. Xo'p, Mana bu tomon Qashqadaryoliklar, bor. Mun qarang. sog'inganlar, mana bulyonni qarang. Dumbani qarang, dumbani. Bu mana undan oqqan yog'da. Mana Yo'q, men pastiga qo'yadi-da, go'sht osib qo'yadi-yu. Go'shtdan quyrilgan yog' pichoqni o'sha ichiga tushadi-da, quyruqda ham dumbani ham ichiga solib qo'yadi. qarang. Shuni qarang, u qarang. Jon aka, hozir yedik-ku, ashi mashina qo'rar ekanda. Lekin 3-marta so'radigan aytmadilar. Menimcha men xitladim, buni ichida chesnok ham bor. Ha, o'ta las qildi-ku. Mashinadan hozir sotib, ichiga suv qo'yib nima qilgan, meni fikrim. Lekin sir ekan ana shu narsa. Buni o'sha yerga qo'ying. Bu yerdan pichoq olib chiqingda maydalab akalarga bering, bexini bir. Mana qaranglar, bexi, azlar, o'zimiz oddiy bexi. Ichiga qo'y yog'ini to'ldirib solib qo'ydim. Katta savol bersam maylimi? Mana siz har kuni shu tandirga tushlarkan, o'zingiz yeysizmi yo merkezga tekkanmi? Endi havas ketgan mahal yeymiz. Har kuni yonmaysiz-da? Achak! Zeraga o'tib qoladi. Ama Rossiyaga ketadiganini kutib qolishdi. Yo'q. Buni borib, bugun rosa so'kish eshitamiz.
Kano'ringda. Bu go'sht sog'ingan qancha? Chet elda yuribdi. Mana buni yeb ko'ringmi? Qashqadaryodan qancha odam borda, Rossiyada, boshqa joyda musofirda aka. Buni sog'inganlar. Beraymi, 2 kilo olib ketaylik Moskvaga. Moskvaga olib ketaylik, 1 kilo bersin. Endi mana shu yerga mana shu yerga o'ntaga siz o'tasiz. Aka gap yo'q, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Sog' bo'ling. Ismingiz nima dedingiz? Suyun yeriga ashib. Xo'p, Pachkamarda Suyun aka. Tandirda yomonini shu akalar. Zorivor ekan reis deyapman. Unga ham go'shtni anaqasi urib ketar ekanmi? Bexabarsiz bu. Nima u? Go'sht, qo'y yog'ini o'zi go'sht. Aka, uni kimga qo'ygan? Go'sht tamu To'g'ri keldi. Yo'q, ichkariga sheringlarga olib kirib maqtansam maylimi? Men talgacha qo'ymaysan. Ha, mashinada qaytarib chiqaman. Ket dedim Murodjon. Buni talgacha maqtanmay turing, yaxshi ketadi. Murodjicha maqtanmay turaversin. yaxshi ketmayapti. Men yomon maqtan ishlash kerak. Yo'q, o'xshaydi u. Yo'q. Yeb ko'ring o'zidan. Yo'q, men beqi yeyolmayman. Ketdi dedim hozir. Ichkariga kiramiz. Endi aynan mana shu yig'larda ichkarida ham sheringlar o'tiribdi, bir tatib ko'rishsin. Formula aka. Juda, u katta yo'lda bo'yda. Bir dehini maqtam chiqamiz. Bu maxsus uchun sizga qo'yni dumbasidan tayyorlangan buyruq. Bo'ldi, opajon, mana o'sha Moskvaga borib, shu daryo bo'ldi. Hop. Uyda o'ylab bor, telefon qilaman. Bilmadim. Bo'ladi. Ayol shu 6 oyda bir yurolmaydi. Grejasi bor, qadar tuzi bor edi. Qizini bundan yoshi sinib qolgan ekan, shuni koronavirusga qarshi tekshirib oladi. O'sha paytda bu qolib kechqurun uchga qilgan. O'sha yoshida sportda yuqorida sinib qolgan. Hozir juda svet yo'q deyapti. Juda og'ir ahvolda. Hech kuni ovqat yegan yo'qdan. Eski joyda bugun makron topshirib o'shani qaynatib maktabga jo'nab qolganlar. Yeri o'lgan ekan. Hozir qizi bilan o'g'li bor ekan. Svet yo'q, eshiklar yo'q, qorachoqlarda. Vaziyat og'ir. Mana hay ilohim, tinchlik xotirjamlik, xursandchilik bo'lsin. Shunaqa qiynalgan ilohiy dunyoda kam bo'lsa, hech kim kasal bo'lmasin, hech kim farzandi shu qiynalib ko'z yosh oqtirmasin. Allohga. Mana shuni ko'ring. Nima? Bonisini. Yo, tandirdan olib chiqdik. Tandirni ichidan olib chiqdik hozir. Nagizaxon sizdan olaymi bitta? Nagizaxon? Yo'q emas, beqi. Yeb ko'ring. O'shanga olib boramiz, oilaga o'rganamiz. O'rganib, asha oilani oyoqqa turgizmasak bo'lmaydi. Chunki boquvchisi yo'q. Endi ayol bor ekan, deydigan insonlar ham bor, ayol ham yurolmas ekan. O'shuncha hozir o'sha Qo'zgayning oldidan, Daryoning oldiga kirib ketgandagi eski voyanchasi bor ekan, shuni orqa tomonda. Svet yo'q. Biz misol mana svetda, issiq uyda yashayapti. Eshik deraza ham yo'q ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Oxirigacha olib. Go'shtdan Siz baja G'uzor degan joyda tug'ilib o'sgan bir opamiz bor. Shu sizlar kabi bizni kanalni qoldirmasin ko'rib boradi. Hozirgi kunda Toshkentda ism familiyasini aytmayman. Shuni o'g'illari mana shu G'uzorda ishlar ekan. To'g'risi bugun ishlari ko'p ekan, shuning uchun biz bilan ko'risholmadi-ku, lekin mana shu joyga bizni jo'natib aytib boshqa yordamchilar kutib oldi bizni. Bo'lmasa to'g'richilar mehmon bo'lyapmiz. Shu onaxonni haqlariga guvoh qo'yilib, bolalar bilan, nevarlar bilan har doim sog' bo'lib yuraversin. Qo'rlaringizdan bu G'uzorliklar juda mehmon bo'lsa ekan. Hammaga tandir go'shtini ajoyib ekan. Biz endi tandirda ilinishini olib kelamiz. Yugurib. Tandirda ilinishini. Mana lekin kirdi tandirda. Xullas azizlar,
Mana hurmatli obunachilar, Patch Kamar choyxonasidan xudo xolasa mana qisqagina sizlarga qanaqa qilib bu tandir tayinlanadi. Endi tandirni ilayotgan paytini qila olmadik, chunki vaqtimiz yetmay qoldi. Mana shu tandirlar pishdi, yedik. Xudo xolasa hammalaringga shu etlarga kelib, shunaqa svejiy tandir go'shtlar yeyish nasib qilsin. Hurmatli obunachilar, mana biz hozir kamerani buraman, ko'rasizlar. Mana yo'lga chiqib ketyapmiz. Hurmatli obunachilar, kuzatishda davom etinglar. Mana endi haqiqiy murojaat qilingan joyga ketyapmiz. Bir chiroyli videolar qilib, qiynalganlarga sizlar bilan birgalikda yordam berish niyatida uydan chiqqanmiz. Xudo xolasa yaxshi niyatda duo qilib turinglar, hurmatli obunachilar. Shu musofir, baribir ancha uydan chiqdik. Xudo xolasa biz musofirdamizda. Chunki hozir mana 2 sutkadan beri boshda yurib kelyapmiz. Kuzatinglar, bundan keyingi videolarda bundan ham zo'r videolar ko'rsatishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nagizaxon. Obunachilar, doimgidek o'zlaringni ehtiyotlar, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Xudo xolasa biz mana yaxshilik sari yo'lga chiqqanmiz. Albatta aytib o'tganlaridek Ismoil akam, qo'llab tursalaring hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta bu yerda ham, vohada ham bitta qiynalgan oilaga hech bo'lmaganda xursandchilik olib kiramiz degan umiddamiz. Kuzatinglar. Sog' bo'linglar.